أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz oldingi darslarda al-mardud bisabab ta'nin fi rawi to'g'riliq so'zlab kelib ravidagi ta'ni ayib birisi ravining adolatida bo'ladi, yana birisi raviningki zabtisi bo'ladi deb har birisidan 5 turlik sababni bayon qilib o'tgan. Va shu 5 turlikdan ikki o'rindagi ayibdan shakllangan 10 xil sababninki eng ig'risidan boshlab tushuntirib kelgan. Avval mavdu'ni tushuntirdik, undan keyin matrukni tushuntirdik, undan keyin munkarni tushuntirdik. Shu bo'yicha kelib al-muxalafatu lis-siqat degan babga kelgan. Endi bugun darsni boshlashdan ilgari biz ilgirki mazmunlarning hammani bir qatam xulosalab o'tgandan keyin davomlashtiramiz. Biz hadisni cho'ng jihatdan ikkiga bo'ldik. Birisi xabarul ahad, yana birisi xabarul mutawatir. Xabar mutawatir deganimizda, ya'ni hadis mutawatir degan ko'p sonliq raviylar rivoyat qilgan hadis bo'lib, bularning odatda yolg'onga birlashib mushadisni to'qigan bo'lib olish ehtimoli 0% ga tushgan. Ya'ni yo'q bo'lgan hadisni biz hadis mutawatir deymiz. Buning amaliy ta'rifoti va ikki qismga bo'linishi, har qismning amaliy tafsilotini biz shu o'z o'rnida so'zlab qo'ygan. Undan keyin xabar ahad kelib, xabar ahadlar shu xabar ahadning raviylarining son e'tibori bilan, ya'ni turuqlarining son e'tibori bilan hadis mashhur, hadis aziz, hadis g'arib deb uchga bo'lgan. Buning tafsiliy ahvolimi darsning oldingi mazmunda o'tib ketgan. Undan keyin hadisninki, xabar ahadninki ojizlik, kuchlilik ahvoliga qarab turib ikkiga bo'lgan to'q, birisi maqbul, yana birisi mardud. Maqbul o'g'ini sahih, hasan deb ikkiga bo'lingan. Ya'ni ma'lum shartni hozirlaganlar sahih bo'ladi, ya'ni ma'lum shartni hozirlaganlar hasan bo'ladi. Va bu har ikkilisi o'z ichidan li zatihi li g'ayrihi deb ikkidan bo'lingan. Yani sahih li zatihi, as-sahih li g'ayrihi, al-hasan li zatihi, al-hasan li g'ayrihi deb. Anikin bular hadis sahih, hasan deb bo'linib bo'lgandan keyin yana amal qilib bo'lish bo'lmaslik nuqtasidan ma'mulun bih, g'ayri ma'mulun bih deb ikkiga bo'linadi. Bu ikki tarmoqdan 4 turli hadis maydonga chiqdi. Muhkamul hadis, muxtaliful hadis, nasihul hadis, al-hadisun nasih, al-hadis nima al-mansukh deb 4 turlik hadis maydonga chiqdi. Bularni biz oldingi mazmunlarda tafsiliy bayon etib bo'ldik. Undan keyin mardud hadis kelgan vaqtimizda mardud hadisning rad qilinishining sababi ikki turlik bo'ladi. Birisi saqtum minal isnad sababli bo'ladi. Yana birisi ta'nun fir-rawi sababli bo'ladi. Saqtum minal isnad deganimiz isnaddagi ma'lum bir uzilib qilish bo'lib, bu uzilib qilish ahvoli ya oshkor bo'ladi. Bundan 4 turlik zaif hadis chiqadi. Muallaq, mursal, mu'dal, munqati deb. Ya xafi bo'ladi. Bundan 4 turlik hadis chiqadi. Mudallas, mursal xafi, mu'an'an, mu'annan deb. Undan keyin ikkinchi sabab hadisning rad qilinish sababi ta'nun fir-rawi bo'lib, ya'ni ravidagi bir kamchilik, ayib, nuqson, uning hadisning sahihligiga ta'sir yetkazadigan bir ayib bo'lib, bu ayib ya uning adolatida bo'ladi, ya uningki zabtida bo'ladi. Adolatida bo'lgani uning kiz bo'lib qolganligi uchun, ya'ni kazzab bo'lib qolganligi, Rasulullohning hadislari haqida yolg'on aytganligi aniq bo'lib qolgan odam. Ikkinchisi tuhma bil kizb deb qo'yamiz. Uchinchisi al-fisq deb qo'yamiz. To'rtinchisi bid'atchi bo'lishi. Beshinchisi uning ahvolininki majhul bo'lishi. Ma beshi adolatdagi masala. Undan keyin zabtdagi 5 masalaninki birisi su'ul hifzi, kasratul avham, g'aflat, muxalafatus siqat qatorliq 5 turlik zabtsidagi masala tufaylidan bu yerdan 5 turlik hadis chiqadi. Bularning hammani o'rtoqlashtirib, ig'ir bo'yicha tartiblab kelib, birinchisi mavdu, matruk, munkar deb kelib, biz at-ta'nu fi zabtidagi, ya'ni ravininki zabtidagi ayib nuqson tufaylidan buning hadisininki zaif bo'lib qilish nuqtasiga kelib to'xtab, shu zabtidagi ayibning birisi al-muxalafa lis-siqat qilib to'xtagan oldingi darsda.
Ya'ni ravininki boshqa ishonchlik ravilarning hadislarga qana qilishi, qarshilik qilish ahvolimi buning zabt sistemasiligini qana qiladi, ko'rsatadi deb. Abtur deydi, qarab boqaylik qani. إذا كان طعن سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات وهو سبب الثابع. Yani ravideki ayıbның sebebi şu ravinin işençilik, özünün işençilik ravilarga nima kelishi, qarshi kelish bo'lib qolsa, bu yetinchi sabab ku. Mushu ravinin işençilik ravilarga qarshi kelishidan ulumul hadisdan 5 turlik tur. 5 turlik hadisning turi maydonga chiqadi. Yantiz. U olsimi mudraj, maqlub, al-mazid fi muttasil al-asanid, al-muttarib ve al-musahhaf deb 5 turlik hadis maydonga chiqadi. Bularni inshaalloh hozir bir qisqacha tushuntirib o'tgandan keyin tafsili tushimiz ostiga. Abtur tushuntiryapti. فإن كان المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع. Eğer ma ravininki başka thiqat ravilarga bo'lgan qarshiligi isnadning bayon shaklini o'zgartirish orqali yoki mavqufni marfuqa almashtirib o'tish, aralashtirib o'tish degani hadisning ichiga hadis emas narsalarni kirgizib o'tish. Ko'pincha vaqtda mush hadis rivoyat qilgan sahoba yoki tabiinlarninki yoki undan keyingi raviylarninki izohli so'zlar kirgizib qoladi ko'pincha vaqtda. Mandaq shaklda bo'lgan muxolifat bo'lib qolsa, bu muxolifatdan chiqqan hadisni nima deymiz? Mudraj, fayusammal mudrajga mudraj deb ataladi. Agar muxolifatchilik bir taqdim ta'xir orqali bo'lib qolsa, dadasining ismini balasining ismini dadasiga yoki rivoyatdagi ba'zi gaplar va ini qo'ymaganlik uning sul hifz bo'lganlik tufaylidan oldir keynir olib keldi yoki o'ng so'l olib ketdi, asta-asta olib ketib qolsa, ko'pincha bu odamning hadisida shunday ahvol yuz berib qolgan bo'lsa, boshqalarning hadisi unda emas. Ya'ni ishonchli ravilarning hadisi unda emas, lekin mush odamning hadisi bilan davomli ilgari keyin, oldi keyni, o'ng so'l bunda o'zgarish yuz berib qoladi. Ya'ni odamda alaqa bizdan bo'ladi bunda ahvol. Ba'zi gaplarni oldidimi, keyindimida farqlantira olmaymiz. Mushta ahvol bo'lib qolsa, bu odamning hadisi maqlub, al-maqlub bo'ladi. Ve in kana al-mukhalafa, agar bu odamning boshqalarga qilgan muxolifatchiligi biror ravini ziyodlik qiladi, masalan, boshqa ishonchlik ravilar 4 tabaqatlar rivoyat qilibdi, bu odam 5 tabaqat qildi. Masalan, ravini avzu tutibdi, masalan, ravining sonini bunda olib qolgan bo'lsa, bu odamning hadisi al-mazid fi muttasil al-asanid bo'ladi. Agar bu yerdagi muxolifatchilik bir ravini raviga almashtirish orqali yoki matnida bir to'qinish paydo bo'lish, masalan, tadafu degan gap matnida ma'ni jihatda to'qinish yuz bergan. Bu to'qinishni hal qilish qarab baqsak, bir murajjih yo'q, bir omil yo'q, dalil yo'q holatda to'qinish yuz bergan bo'lsa, bunda odamning hadisi muttarib bo'ladi, muttarib. 5-chi xilisi, agar muxolifatchilik lafzning o'zgarishdan bo'libdi, lekin siyoq o'zbata qolibdi. Degani, so'zning siyoqimi shu, jumlaning siyoqimi shu, so'zning tarkibida ancha-muncha bir xato o'zgarish ahvollari bor. Shunga bilan bilamiz, arab tilining imlosi şu Xalifa Abdul Malikning zamonasidan tortib o'ngshilishga boshlagan. Undan ilgari hozirgi biz bilayotgan zivarlar yoki chikit deydigan narsa yo'q arab tilida. Chikit yo'q, sinishin o'xshash, hajim mavlu o'xshash, qaf fa o'xshash, qabla lam o'xshash. Unda o'ganda asalla agar mutqin odam bo'lmasa, bu sohada kasbiy yetilgan odam bo'lmasa, asallan masalalarni xato xotirlash ehtimoli bor. Mana bunday odamning hadisini musahhaf deymiz, musahhaf. وإليك تفصيل البحث فيها على التوالي. yuqoridagi hadislar haqida, muxolifat thiqat haqida tafsiliy bahsi inshaalloh keladi. Birinchisidan kelayli al-mudraj. Mudrajning o'zining lug'at ma'nosini sizlar kallangiz bir o'ylab baqsanglar, mudraj degan asli qistirulma, kirgizilma degan gapchi. Ya'ni asli isnodning ichiga sirtdan bir narsa kirgizilib qolgan deyli yoki matnning ichiga matndan emas narsalar qanday qolgan, kirgizilib qolgan degan uqum bilan qo'yilgan atalg'an lug'at jihati ma'nosi ma'vo. Shu Abdur Davotda buning ta'rifatiga kelsak, lug'atan mudraj degan lug'at jihatda adrajtu shay'a fi shay'tin chiqarilgan ism maf'ul bo'lib, siz bir narsani ichiga kirgizib yotsangiz, vammamtahu ilayhi shu narsani shunga qo'shib yotsangiz, bu adraja yudriju bo'lgan bo'ladi. Istiloh jihatda ma g'uyira siyaq isnadihi, isnadininki bayon shakli o'zgartirilgan. Bu bir.
yoki matnisiga matndan emas narsa fasil qo'yib buni tirnoqning ichiga yoki shu matndan emasligini bizga bildirib turadigan bir fasilsiz kirgizilib ketgan. O'ganda mudraj ikki xil bo'ldi ekanda. Birisi isnot yuz beradi ekan, yana birisi matnda yuz beradi ekan. Isnot yuz bergani, isnotning siyoqida yuz bersa, matnda yuz bergani, matnning ichidagi ba'zi matndan emas so'zlarning ichiga kirib qolishini yuz beradi ekan. Buning qismlariga kelsak, ta'rifatlarni o'qib bo'ldik. Mudraj ikki qism bo'lib, birisi mudrajul isnot, yana mudrajul matn, yana ya isnot yuz bergan mudraj yoki matnda yuz bergan mudraj bo'ladi. Mudrajul isnot deganimizning ta'rifati uning isnodining siyoqi o'zgartirilgan hadis. Masalan, buni shakli mandaq. Ravi bir isnotni bayon qiladi. Bayon qiladi. Isnotni bayon qilayotgan vaqtning o'ziga uning bir tuyuqsiz ishdan birisi to'g'ri bo'lib qoladi. Masalan, deydi, men bir ustoz deb turay. Hadis rivoyat qilgan ustoz. Buning oldimda hadis yozgan bir muncha o'quvchilar bor. Men hadisni o'quvchilarning yezib olish uchun oldirmay o'qiyman-da isnotni. Haddasana fulan ibn fulan, haddasana fulan ibn fulan deb qanam yezib olsin deb bunda o'tladim. O'tlasam balla yezib o'quvchi bo'lgan aralıqda bir ya balam kirib qoldi, ya yana birisi kirib qoldi. Men uningga shuning o'xshagan bir gapdan birini, ammo hadisning matnisi emas, isnod emas qildim. Avatosun ya palana xumunda qolsin, pukuni munda qolsin debchi. Oldimda o'tirayotgan hadis yozayotganlar beshni ko'tarmay yozdimdi. Shunga o'ylab mening ig'zimdan chiqqan pulani degan gapni quloqqa kirib qoliblam. Isnodning ichiga isnodning emas, men boshqalarga degan gapim isnod shaklida kirib qoladi. Mana buni o'zi mudraj. Fayaqulu kalaman min qibali nafsi degan gap o'zi tarafdan bir gapni deydi degani, isnodni devatib kelib, isnodning o'tirida o'zi boshqa bir munosabatlar bilan bir gapni qiladi masalan. Matrafdan kelayotgan birisiga qarab. Fayazunnu ba'du man sami'ahu. Shundan oldida o'tirib qolgan ba'zilar uni ashu kalam haliqi isnodning matnisi deb menda o'ylab qoladi. Masalan, men bir isnodni devatib, ha, yezib olingmi saboqdoshlar deb o'tladim. Shu oraliqda birisi kelib qoldi, men uningga bir ikki qiz jumladan birini devatdim. Oldida o'tganlar, ya beshni ko'tarmay yozganlar, ya salalaqa shu hifzida tushunish ahvol masalalar, mening ig'zimdan chiqqan shu boshqalarga degan gapni akablam hadisning matn sifatida isnodga bog'lablam yezib etdi. Ma'vo mudraj al-isnod bo'ladi. Shuning bilan haliqa odam maravin shuni shu paytda rivoyat qiladi, isnodning siyoqi o'zib bitib qoladi. Buning misoli Sabit ibn Musa Zohidning o'z rivoyatidagi bir qissasi bor. Man kathrat salatuhu bil-layl hasuna wajhuhu bin-nahar. Buni hadis sifatida rivoyat qiladilar masalan. Lekin bu hadis emas, voqelikning asli mandaq. Asl qissa degani voqelikning asli mandaq. Sabit ibn Musa Sharik ibn Abdullah al-Qozining qishiga kirgan. Ma qozi shu vaqtida o'quvchilarga imlo qilib berayotgan degani hadisda berayotgan. O'quvchi qanday qilayotganini yozayotgan. حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفتب جيم أطرقلق aldıkla وسكت ليكتب المستملي degan oldida anglab yozayotganlar yozavasini uchun jim o'tiraqlar. Shuning bilan Sabit shunda sirtdan kirgandan keyin Sabit shunda qarab deydi, Sabitning chiroyi bek nurliq odam ekan, aytib pokiz chiroyi. Daha qarab man kasrat salatuhu bil-layl hasuna wajhuhu bin-nahar deb aning taqvoligini bilan maqtab qo'yish uchun avloq emas. Mayatni kirgan odamga kimning namozi kechasi ko'p bo'lsa, kechasi ko'p namozni ko'p o'qisa, bu odamning chiroyi kunduzda paqirab, chayliq turadi deb qo'ygan gap. Ma'nonga. Endi buni oldida o'tganlar hadislar tushunib qiliblar. Shu paytda beshni ko'tarmaylar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb qo'shiqni qo'yib o'tib, man kathura salatuhu bil-layl hasuna wajhuhu bin-nahar deb yezib o'tgan ahvollar. Yani bu qozi bu gapdan asas Sabitni maqsad qilmoqchi mayatni kirgan odamni, buning zohid o'g'illigi taqvolik yusidan. Shuning bilan Sabit uni aşı isnodning matnisi deb o'ylab qolgan va shunda hadis degan bo'lib qolgan. Masalan, ya oldida o'ltag'anlar, ya ko'miz kirgan. Qaysi bo'lsa, bir isnodni deb bo'lib, matnisini deyishning oldida ma'lum bir so'z yuz berib, so'z deyilib, shu so'zni shu isnodning matnisi deb o'ylab qilib yezib o'tgan ahvollar va bunday ahvollar mudrajul isnod deb ataladi. Ma'vo mudrajul isnodning ahvoli. Endi ikkinchisi mudrajul matniga kelsak, buning ta'rifati shu hadisning matnisiga uning emas narsalar faslisiz kirgizilgan edi. Faslisiz degani ma'no o'tirg'i qistirulgan so'z ekanligini ifodalaydigan bir ifodasiz. Asli hozirgi bo'libmi, hozir bugungi imloda
cümlenin asosiy qurilmasiga tava emas so'zlar oldiga bir siziq, keyingi bir siziq qo'yilib bilan ayrildi. Xuddalik o'tirdiki bir izohat tushundirish shaklda. Ashta bir izohilmi qo'yilmay bevosita yezilib ketgan bo'lib qolgan bo'lsa, mana bu mudraj al-matn bo'ladi. Masalan, bunun qismlari uchiladi. Birisi idraj hadisning avludi bo'lish. Bu intayin az ahvol, lekin u o'tirdi tushib qolganidan ko'proq ham. Ikkinchisi idraj hadisning o'tirdi bo'ladi, bu avval qismi azroq. Uchinchisi idraj hadisning oxirida bo'ladi, bu ko'p bo'ladi. Chunki hadisni deb bo'lib ba'zilar o'zining gapini qilsalar, anglab qolganlar uni xato o'ylablar, shu o'zining gapini hadisning oxiriga bilan xotirlaydigan ahvollar bor. Buning misollari 3 xilning misoli. Hadisning 5ida idrajning tushib qolganining misoli. Buning sababi ravi bir kalam demoqchi bo'ladi. O'zining qashini bir gapni deydan, depilib, mushu keyin gapning keyindan bir hadis akilib, mushu gapini kuchlantirmoqchi, dalil sifatida. Va shu gapiga hadis bilan dalil keltirmoqchi bo'ladi. Hadisni faslisiz keltirdi, anglag'uchi hammasi hadis deb anglab qoladi. Masalan, Xatib Abi Qatan va Shababininki rivoyatini rivoyat qilgan bir hadis bor. Bu ikkisini ayirib keltirgan yo'l hamda bu. Bu Shu'badan u Muhammad ibn Ziyaddan u Abi Hurayradan rivoyat qilib deydi, Payg'ambar alayhisalom bundoq degan debchi. Asbighul wuzu fa waylul lil aqab minan nar deb. Ma butun hammani hadis sifatida rivoyat qiladi hamda. Halbuki Asbighul wuzu degani Abi Hurayraninki degan gapi. Xuddi bu Buxoriyning rivoyatida Adamdan o Shu'badan Muhammad ibn Ziyaddan Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda Asbighul wuzu فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. Asli başqalarının taharetini tazı kamil amavat qılqını kürət. Oy taharetini qanday elinglar, kamil elinglar. Çünki Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam mandaq degəndə keyinlam əkelgan gapni kim ma'lum bir hifzisdan masal chiqqan ravilar, hifzisda masal var. Dal shu hifzisda masallarni mana mush tufayli qilamizda. Hifzisda masallar Həmin bir hadis sifatida qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asbighul wudu. Shundami asbighul wudu waylul lil aqab minan nar deblam hammani qo'shib hadis qilib aytgan. Demak, men oldidagi asbighul wudu degani hadis emas, balki Abu Hurayra radhiyallohu anhuning so'zi. Xatib deydi, Abu Qatan va Shababa u ishkalanning mushahidasini Shobidan qilgan rivoyatida biz bayon qilgan mazmunni vahma qilib qolganligini kallasida bu hadis deb o'ylab qolganda buni nurg'un kishilar shuningdan odamning rivoyatiga o'xshash rivoyat qilgan degani siqat odamlar hali Buxoriyning rivoyatiga rivoyat qilgan. Undaganda mashkulat Abu Qatan bilan Shababa siqatlarga qarshi kelganlik tufaylidan biz hadisni solishtirish orqali ma'ning hadisidagi hadis emas mazmunlarning hadis qilinganligini payqab qoldik. Undaganda ma'ning ahvoli mudraji hisoblanadi. İkincisi, idrajning hadisning o'tirib tushib qolganining misoliga kelsak, Aisha radhiyallohu anhaninki vahiy boshlanish haqidagi hadisiga kelsak, Payg'ambar alayhisalom Hiroda tahannus qildi, tahannas deb iboratdan birisi bor. Shuning qishi bilan Buxoriyning o'zida va huwa ta'abbud tahannus degan ibodat qilish deb qo'yiblar. Al-layali zawat al-adad deb bunda ketilgan. Hadisning aslisi yatahannas fi ghar Hira al-layali zawat al-adad, ya'ni necha kun Hira g'arida ibodat qiladi degan gap. Yatahannas degan iboratni tushuntirib qo'yish uchun Imom Zuhri o'tirg'a at-ta'abbudni qistirib qo'ygan. Agar mushuni Imom Zuhri oldi-keyingi fasl qo'yib qanday qilmaganida, ochiqlashtirib qo'ymaganida hadisni bo'ladi, mudrajada bo'ladi. Lekin Imom Zuhri buni shu oldi-keyingi azroq belgilarni qo'yib bizga aniqlab berganlik, Sahih Buxoriyda shu paytda xotirlanganlik, shu hadis aniq belgilanib qo'ygancha mudraj emas. Ya'ni ta'abbud degan so'z İmam Zuhri'nin gapini kirgizgan mudraj masalan, buni hozir hadis degil olmaydi. Hadisning oxirida tushganning misoli Abi Hurayraning marfu shakldagi bir hadis va lil abdil mamluk ajran wallazi nafsi biyadihi lawla al jihad fi sabilillah wal hajj wa birr ummi la ahbabtu an amut wa ana mamluk. An mushurunda wallazi nafsi biyadihidan tatib Abu Hurayra radhiyallohu anhuning so'zi. Nimishqa? Chunki bundoq so'zning Rasulullohdan sodir bo'lishi mumkin emas. Chunki Rasululloh qulluqni orzu qilish ham mumkin emas. Chunki qulluq yaxshi emas. Bu bir sabab. Ikkinchidan Rasulullohning onasi uning yaxshilik qilgudek hayot emas. Rasululloh onam yaxshilik qilish olmagan bo'lsa, qul ilitdim desa, onasi yo'q Rasulullohninki. Demak, ahvollarga qarab va boshqa hadislarga qarab, hadisninki nima ekanligini bilib olamiz, mudraj ekanligini bilib olamiz. Mishada lil abdil mamluk ajran g'icha hadis. Bunda hadisimiz o'quqliq-ku,
Bunun keynidikisi Ebu Hureyre'ninki özünün nimesi sözü hesaplanıdı. Ama bunu ikini rivayet kılganlar, yani fahmisi yaxşı olmagan kişiler, işte idraj şekilde rivayet kılıp etkende. Hem idrajninki davailari, sebepleri, nimişki idraj olu dedisi, nimişki bunda idraj 101 dese, idrajning davailari ko'p bo'lib, buning eng mashhuri tuvandagidek. Birinchisi shar'iy hukmni bayon qilish. Hadisni deb ketibligini, keyindan hadisni oldigan mazmuni shunda ap qo'ydigan ishlar bor. Buni kinkida yoki rivoyat qilganlar oldidagi raviyning ashtamida kirgizib qo'ygan gaplarini izohiy shaklda hadis deb o'ylab qilib rivoyat qiladi, idraj bo'ladi. Ma'vo. Ikkinchisi hadis tamom bo'lishdan ilgari hadisdan ilingan shar'iy hukmni bayon istinbot qilishga hadisni deb ketib o'ltirdilar, bir gapni deb qo'yadi. Üçüncüsü hadisteki yat sözünü izahlab qo'yishga ibodatdanqi va huwa ta'abbudga o'xshash. Mushta sabablar tufaylidan bir ustoz ya ulama ashta qiladi. Boshqalar uni rivoyat qilgandan keyin ilishib ketib, aniqlamaymi ay masalani butun hadis sifatida rivoyat qilib qo'ydi. Ma'no o'zi bir xatolik. İdraj qanday bilinadi desa, tuvandagidek ishlar bilan bilinadi. Birinchidan hadisninki boshqa rivoyatda munfasil kelishiga, ma rivoyatda kelgan muttasil holatda, ma so'z oldi va keyin ulish holatda keldi. Buningdan ishonchli rivoyatlarda nima keldi? Munfasil keldi. Ha, ma mudraj ekan deymiz. Ikkinchisi, buningning xabarda bir qism imomlarning buningga aniq ishorat qilib belgilab, ma masala bunday masala deb birishi. Uchinchisi, raviyning o'zininki ma gapni kirgizib, ma izohat juma deb qo'yganligi. To'rtinchisi, bunda gapni Rasulullohning deyishining mahol bo'lishiga Rasululloh bunda gapni demaydi deydigan bir qism gaplar va manda gaplarning hadisning qatori dilib qilishi mudrajlikning ifodasi. Mudrajning hukmi idraj qilish, ya'ni hadisning emas mazmunlarini hadisning ichiga kirgizib o'tish, ulamalarning ijmo bilan harom, mayli muhaddis olsun, fuqaho undan boshqa ulamalar olsun. Buningdan faqat hadisdagi yat so'zlarni izohlash uchun izoh shaklida kelganlar bu g'ayri mamnu. Shunlashqa Zuhri boshqa imomlar hadisni ichiga kirgizgan, lekin cho'qim kirgizgan odam va uning rivoyat qilgan qattiq diqqat bilan belgilarda tirnoqlarning ichiga masalan elib uning hadisni emas ekanligini boshqalarga ifodalab bergudek darajada qanday qilishga kirgizish kerak. Bo'lmaganda yana bu xatolik yuz berdi. Mudraj haqida yozilgan dangli kitoblarga qarasak, Al-Fasl lil-Wasl al-Mudraj fi an-Naql deb Xatib al-Baghdadiyning kitobi, Taqribul Manhaj bi Tartib al-Mudraj Ibn Hajarning kitobi, ma'o oldidagi Xatib al-Baghdadiyning kitobining qisqartirilmasi bir qism ziyod mazmunlarni ham bor. Bu muholifatul thiqatdan chiqqan ikkinchi hadis. Uchinchi hadis al-maqlub. Ya'ni muholifatul thiqatning nechinchi tarmoqi? Ikkinchi tarmoqi al-maqlub. Maqlub ta'tir o'rilib ketgan degan gap. Shu almishib ketgan degan gap. Asti usti, usti asti, o'ng sol, sol o'ng, oldi keyin o'tib ketgan degan gap lug'at jihatda. Buning ta'rifatiga qarasak, bu qalbidan chiqqan ism maf'ul bo'lib, bir narsani o'z yo'lidan qana qilib o'tish, burib o'tish degan ma'noda. O'rib o'tish degan ma'noda, o'ng ta'tir. Istiloh jihatda hadisning isnodida bo'lsin, menga diqqat qilinglar. Yoki hadisning matnida bo'lsin, unda olganda maqlubning o'zmi ikki xil bo'lindi ekan, birisi maqlubul isnad, yani birisi maqlubul matni. Chunki ta'rifatning o'zidan ikki gap chiqib bo'ldi. Mayli hadisning isnodida bo'lsin, yoki hadisning matnida bo'lsin, taqdim, ta'xir shunga o'xshash orqali bir so'zni bir so'zga qanday qilib o'tish, almashtirishning o'zi nima bo'ladi? Maqlub bo'ladi. Ko'pincha vaqtda ustoz, hadis ustozlari hadis shogirdlarining fahmisini sinash uchun, hifzisini sinash uchun oldiga imtihonlarda hadislarning lafzini almashtirib akiladi. Almashtirib akilib, ma'nosini to'g'ri yoz deydi. O'sha vaqtda keltirilgan hadis maqlub hadis bo'ladi imtihon maydonida. Maqlub ikki qismga bo'linadi asosiy. O'simi sanad maqlubi va matn maqlubi degani sanad alınışıp ketgan yoki matn alınışıp ketgan. Sanad maqlubiga kelsak, ibdal uning sanadida yuz bergan deymiz. İbdal almashtirsa. Buning ikki xil shakli bor. Birisi ravilarning ismining birisida va dadasining ismida ilgari keyin qiladi. Ravi bilan ravining dadasining ismini ilgari keyin qilib qo'ydi. Masalan, Ka'b ibn Murrdan rivoyat qilgan hadisda ravi uni Murr ibn Ka'b deb, asli Ka'b ibn Murr dadasining ismini balasining ismiga, balasining dadasining ismini almashtirib qo'ydigan ishlar bor. Bu bir xil shakl. Ikkinchisi ravi bir shaxsni boshqa shaxsga almashtirib o'tadi, boshqalarni qiziqtirish shaklida. Masalan, Salimning kelgan bir dangli hadisning birisi bor, ravi uni Salim qilmay Nafi qiladi. Chunki Nafi degan dangli qadi hadis sohasida. Ravilarning ichida mashtaq taqlib maqlub qiladiganlarning qatoridan birisi Hammad ibn Amr an-Nasibi. Buning misoli Hammad ibn Nasibi A'mashning va Abi Salihning Abi Hurayraning rivoyat qilgan marfu hadisning birisi va "Iza laqitumul mushrikina fi tariq fala tabda'uhum bis-salam" deydi. Ma'dis maqlub hadis. Bu hadisni Hammad qalbi qilayotgan.
bu hadisni qalbi qilib Ahmashdan qilib qo'ygan. Asli bu hadis kimda ma'ruf desa, Suhayl ibn Abi Salihdan, u hadisni Abu Hurayra mana shaklda Muslimda kelganlik. Lekin qiziqtirish uchun buni Hammaddan qilib o'zgartirib aytganda isnodni. Ma'u maqlubu sanatning misoli. Endi maqlubul matniga qarasak, bir sizni qopdi va Maturidiki qalbi dal buning raviylariga hadis o'g'rilari dedi. Chunki u hadis boshqa rivoyatdan kelgan yo'lni boshqa o'zgartirib bilan bir xil boshqa rivoyat hadisni o'zidan qilib oldigan ahvollarda bu. Ikkinchisi maqlubul matn deb qo'yamiz. Buningdagi ibdol, almashtirib o'tish matnisida yuz beradi. Buning ham ikki xil shakli bor. Birisi ravi hadisning matnlarining ba'zi iboralarida ilgari qilgan ahvollar va buning misoli Abu Hurayraning Muslimning qashidagi Allah o'zining soyasidan boshqa soyasi yo'q, kunda soyasi soyasidan 7 odam haqida kelgan bir hadis bor. Mushadisi bunda kelganlik. Va rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, buni hamma bilasizlar. Fa akhfaha hatta la ta'allama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Asli o'ngma o hadisninki. O'ng qo'l qilgan sadaqatni so'ng qo'l bilmaydi. Ammo ba'zi ravilar munqalib bo'lib qolgan deski, bunda munqalib bo'lib qoladi. Hatta la ta'lama shimaluhu ma. Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu degani maqlubning o'zi shu. Asli bu hadisning asli va innama huwa hadisning aslisi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hatta ma'lum maqlub bo'lib qoldi-da bu. Yani asli hadisning asli matnisi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ama ba'zilarga erishib qilib, o'ng so'l bo'lib, mana ba'zilarning tasavvur ashta o'ng so'l, osti usti oqqar degan erishib qolgan odamlar bor. Erishib qilib, söz almışıp ketkenki hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu bo'lib ketgan. Ma'u maqlub. Bu bir xil shakli. Ikkinchi xil shakli ravi ma hadisning matnisini isnodga, hadisning isnodini boshqa matniga o'zgartirib qo'ydi. Bunda ahvol ko'pincha vaqtda intiho maqsad bilan bo'ladi. Buning misoli Bag'dod ahli Imom Buxoriy Bag'dodga kelgan vaqtida 100 dona hadisni deydi. Iz qalabu lahu 100 hadis. 100 hadisni almashtirib bular shu 100 hadis to'g'riliq Imom Buxoriydan şunun hifzisini sınab bakış için imtihan qilib so'g'an. Shuni bilan Imom Buxoriy qalbi qilishdan ilgirki holat bilan qaytirib berganki, bir hadisda mu qanday qilmagan, xatolashmagan. Ma'lum ikkinchi xil shakli. Endi qalbi qilishga boradigan sabablar kelsak, ba'zi ravilarni qalbi qilishga olib qo'ydigan, majburlab qo'ydigan sabablar har xil. Bu sabablarning birisi iqrob maqsadini, ya'ni hadisni sal boshqacha ko'rsatish. Kishilar shuni hadisni rivoyat qilishga qiziqtirish uchun, undan erishishga qiziqsin uchun. Ikkinchisi intiho maqsad bilan yani muhaddisning hifzisini qanaqa qilib baqish, sinab baqish, ta'akkud va uning zabtisi, hadisni tutib olishning to'liq emasligini ta'akkud aniqlash uchun. Uchinchisi, o'zi maqsad sanatda xatolik, g'alatga kuchib ketish. Ham o'zi aslan qilg'isi yo'q, lekin o'zi ana bu qiliqliq ahvollar va maqlubning misoli, shu maqlubga olib boradigan sababning ahvoliga qarab o'xshamaydi hukmi. Birinchisi agar maqlub iqrob maqsadlan bo'lib qolsa, buning to'g'ri emasligiga shak yo'q. Chunki buning hadisni o'zgarishi va buni ma'u to'qimachilarning ishlarining qatoridan ma'u harom. Intiho maqsadi bo'lsa to'g'ri, ya'ni muhaddis va uning hifzi quvvatini aniqlab baqish, uning salohiyatini aniqlab baqish uchun. Lekin bu shart sorun tugab ketishdan ilgari sahih hadis qanday qilinishi kerak, bayon qilinishi kerak. Ammo xatolik safarlik bo'lib qolsa, buni qilg'uvchi o'zining xatoligidan o'zi biladiganligida shak yo'q. Lekin bu ko'pib ketsa, bu odamning zabtisiga xalal yetkazdi, bu odamni zaif qilib qo'ydi vallohu va. Shunga maqlub hadisning hukmi, maqlub hadis mavrid hadislarning qatoridan zaif hadisning ma'lum bo'lgandek. Chunki u fiqatlarning rivoyatiga qarshi. Endi bu sohada yozilgan danglik asarlar kelsak, Rafi'ul Irtiyab fil maqlub min al-asma wal aqlab degan kitob Xatib al-Bag'dodiyninki kitobning ismidan chiqib turgan bo'lsa asosan maqlubninki sanatda tushgan qismiga xos bo'lib turmasan, chunki kitobning ismi o'zlam min al-asma wal alqab turdi emas. Mushu sohada mush kitob bor, boshqa sohada izlab baqsaq bo'ladi. Shuni bilan maqlub masalasi, maqlubning hadisning ahvoli shuni bilan oxirlashdi. Ondan keyin muxolifatul istiqotning 3-tarmoqi al-mazid fi muttasilil asanid. İsnatlar chiqib turibdi. Bu nima degan gap bizni? Isnatlarninki muttasil oldidagi ziyodlik degan. Shunga munosabatli bir gapda qarab boqaylik. Lug'at jihatda al-mazid deganimiz ziyodatdan chiqqan ism maf'ul, muttasil degan munqatining ziddi, asanid degan isnatdan ko'plikdan o'n isnatlarninki ulanma holatidagi ortiqlik degan gap. Lug'at jihatda ta'rifatga, isloh jihatdagi ta'rifatga qarasak, bu nima desa, zahiri ittisal bo'lgan sanatning oralig'idagi bir ravining nima bo'lishi, ziyod bo'lishi. Bu qanday ahvol? Qarab boqaylik misolidan. Ibn Muborak rivoyat qilgan bir hadis deydi bu, haddasana Sufyan.
An Abdurrahman ibn Yazid حدثني بصر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثل يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أما hadisda bir dana ziyodlik bor edi. Teypa qil nadiga o ziyodlik. Ma misaldagi ikki o'rinda ziyodlik bor. Birinchi ziyodlik o'rin Sufyonning labzida. Ikkinchi ziyodlik o'rin Aba Idrisning labzida. Aba Idrisning labzida. Demak, Maraviyning qartini qarab baqsaq, Sufyonda masala bor. Isnadning oxiridagi Vasilaning oldidagi Aba Idrisning masala bor. Qani ko'raylik, nima deydi deb turamdi. Mushu ikki o'rindagi ziyodlikning sababi vahmi. Ya'ni rivoyat qiluvchidagi vahmi. Ammo Sufyonning ziyodligiga qaraylik. Ya'ni Ibn Mubarakdan tönidagi odamligini hadisni biz bayon qilgan vaqtida ma ravahu Ibn Mubarak deb Ibn Mubarakdan tilga oldik. Ibn Mubarakning tönidagi odam vahmi qilgan shu odamdan chiqqan vahmi. Chunki siqatlarning bir necha raviylar, siqatlardan bo'lgan bir necha ravi ma hadisni bevosita Ibn Mubarakdan Abdurrahman ibn Yaziddan qarang. Ibn Mubarakdan kim bevosita Abdurrahman ibn Yazid deb kelib o'tirda Sufyon yo'q. Oldidagi isnad qaranglar. Ibn Mubarak hadis so'zlab turib haddathana Sufyan an Abdurrahman deb rivoyat qilgan biz kitobda berilgani. Ammo sahih siqat raviylar buni bevosita Ibn Mubarak kimdan Abdurrahman Yaziddan bevosita rivoyat qilgan Sufyan yo'q. Ularning ichida hatto akhbara bilan uch keltirganlarim borki Qala Ibn Mubarak akhbarana Abdurrahman deb. Mana shaklda kelib qolganlarning o'tirida faqat odam yo'qligi aniq. Chunki akhbara degan iborat o'tirida hech qanday vasning bo'lmaganligini ifodalaydi. Bu bir o'rin. Ammo Aba Idrisning ziyodligiga kelsak, isnadning oxiriga qarasanglar, haddathani Busr ibn Ubaydullah qal sami'tu Aba Idris deb Aba Idris va bu Ibn Mubarakning vahmisi. Chunki siqatlardan bir nechiligi ma hadisni Abdurrahman Yaziddan rivoyat qilgan Aba Idrisning so'zi. Hatto ularning ichidan Busr ibn Vasilaning anglaganligini uchuq munda rivoyat qilganlarim borki, haddasani Busr ibn Ubaydullah qal sami'tu Vasila deb Vasiladan bevosita anglagan shaklda rivoyat qilgan shaklim bor. Demak, ikkilanninki, birisi Ibn Mubarakning tuvindikilarninki, yana birisi Ibn Mubarakning o'zininki. Ikkilanning vahmisi nimishqa vahmi deb ataldi. Nimishqa bularning rivoyatidagi Sufyon bilan bularning rivoyatidagi Aba Idris ziyod bo'lib qoldi bu yerda desa, chunki Mauldan boshqa siqat bo'lgan ko'plagan raviylarning rivoyatida mana ikkilam yo'q. Dalillikqa biz hozir ta'nin firraviyadagi sabab qaysi sababda? Muxolifatul siqat bir ravi o'zidan ishonchliroq yoki sanjihat o'zining ko'p raviylarga qarshi rivoyat qilgan ahvol bo'lib qolsa, buning rivoyatidagi ortiq yoki har qanday bir masala ishonchli ko'p odamlarning rivoyatidagi zid kelib qolsa, ma'ning rivoyati nimaga aylanishini bilan zaif qaylanadigan gap. Dal shu. Endi ziyodlikni rad qilishning sharti. Biz hozir ma'dagi ziyodni mardud dedik masalan. Abu Sufyonni mardud, zaif dedik. Sufyonni. Aslidagi Aba Idris ba shakldagi isnodni mardud dedik. Buni xalqan rad qilish yo'q desa, cho'qim ziyodlikni rad qilish va uni ziyoda qilgan odamdan vahmi deb hisoblash. Buni aytgan vaqtda zaif deyishning sharti, ikki sharti bor. Birisi cho'qim ziyoda qilmagan odamdan mutqinroq degani dedik-ku. Siqatga qarshi kelish degani ma odamning o'zi ma odamdan to'n bo'lish kerak. Cho'qim. Ma odam ziyoda qilmagan odamdan nima bo'lish kerak? Ziyoda bo'lish kerak. Agar aksicha mal ziyoda, malni bo'lib qolsa, to'n bo'lib qolsa, ya'ni ziyoda qilg'ini siqa, ishonchlik, ma undan to'nroq bo'lib qolsa, ma'ning hadisiga ta'sir etadi vaqtda. Hadisning o ismi vaqtda al-mazid fi muttasil asanid olmay qilib, yo shazab qoladi, boshqa nom bo'lib qoladi. Bu birinchi shart. Ikkinchi shart cho'qim ziyod o'rinda anglash degan iborat uchiq kelish kerakki, haddasani, sami'tu, qalali, zakarali degan iboratlar bo'lish kerak. Ana shunday vaqtda hadisdagi iborat mavziyat ekan deb tushuna olasak bo'lalaydi. Agar ikki shart xalalga uchrasa, ikki shartning birisi xalalga uchrasa, ziyodasi kuchlantirilib o'qibul qilinadi va aholi isnad munqati hisoblanadi. Munqati Bunun munqatiligi xafiy bo'ladi. Buni biz oldingi darslarda mursal xafiy deb tilga olgan. Mursal xafiy, ya'ni
ziyodasi sahih hisoblanib, kimining o'tirida bir dona nimalik va uzuklik va deb o'ylaymizda. Bu yerda bunda bir masala bor. Ikki odam bor. Birisi isnodda kam rivoyat qiliqliq, birisi ortiq rivoyat qiliqliq. Esingizda bo'lsin. Kim yo'l jihatda ko'p bo'lsa, itqonlik jihatda kuchli bo'lsa, siqliq jihatda kuchli bo'lsa, shuning hadisi sahih bo'ladi. Yana birining hadisi aksicha mardud bo'ladi. İkisi qo'yilgandan o'xshamaydi. Agar mar ravisi ezi rad qilinib qolsa, buning ismi mursal xafiy bo'ladi. Agar ravisi ko'pi zaifroq bo'lib qolib, madam uni ishonchliroq bo'lib qolib, ma'ni mardud desak, bu vaqtda buning ismi al-mazid fi muttasil asanid bo'ladi. Esingizda bo'lsin, buni mutlaq ziyodasi mardud ya mutlaq kimi mardud degil olmaydi. Çoqqum bularning ahvoliga qaraymiz. Shuningcha al-mazid fi muttasil asanidni mardud deb hisoblashninki ziyodasi bu yerda nima? Mardud deb hisoblashning sharti bayatlangan shart va shart amallar oshmay qolib qolsa, vaqtda ziyodasi kuchlik, keminin bo'lib qoladi, ojiz bo'lib qoladi. Shunga olib turibdi deyotdi. Mush ziyodlikni tushishning iddaosiga kelgan e'tiroz degani mal ziyoda deyish uchun bir dalil ketadi. Bunga qarshi nurg'un iddaolar keladi, masalan, da'volar desa, ziyodlikning tushishning da'vosiga ikki e'tiroz bildirildi. U bo'lsa-mu, agar isnod, xoli isnod, ziyodlikdan xoli isnod, kallangda ikki dona isnodni to'g'izolinglar. Ma'ningda 4 tabaqat va ma'ningda 5 tabaqat va. Anaqada ma'ningda bir dona tabaqat ortiq ma'ning qargan vaqtda. Ziyodlikdan xoli bo'lgan isnod degani 4 tabaqatli isnod. Ziyod isnod deginiz 5 tabaqatli isnod. Shu ziyodlikdan xoli bo'lgan isnod shu ziyod o'rinda dal mushundagi ortiq odamning o'rnida anlan kelgan bo'lsa, bu vaqtida munqati bo'ladi. Chunki bu mu'annan hadis. Bu bir e'tiroz, bu bir e'tiroz. Ikkinchisi, agar buningda sama bilan musarrah degani ma ziyoda 5 tabaqat, ma 4 tabaqat, xoli ziyodni xoli. Mushundagi ziyod odamning o'rnida haddasani degan iborat bo'lib qolsa, ya'ni sama bilan musarrah degani sami'tu haddasani iborat bo'lib qolsa, buni avval bir odamdan anglagan, ondan keyin odamdan bevosita anglagan, bunda qolib qolish ehtimoli bor. Yine buni ziyodasini ziyodaga olmaydi deb e'tiroz bildiribdi. Buningga javob berildiki, birinchi e'tirozga kelsak, deganingiz to'g'ri. Kama qala al-mu'tazila degan rost. Agar ziyodaki o'rinda anlan bo'lib qolsa, bizlar hal hujumni nima qaratamiz? Ma anvosiga, xolisiga qaratamiz, ziyodasini tarjih qilish o'rniga chiqamiz. To'g'ri gapingiz. Ammo ikkinchi e'tirozga kelsak, yuqoridagi al-mazkur fihi yuqoritilgan ehtimol mumkin. Lekin ulamolar ziyodlikni bika vahmida hukm qilavermaydi, balki ashun dalolatlarning qayni bilan. Siz degandek ehtimollik bilan qo'ydigan shu yo'q. Cho'qim qarini va dalilga tayinib turib qiladi. Bundan siz xotirjam bo'ling deb mana javob ber. Bu haqda yozilgan danglik asarlar kitob Tamyiz al-Mazid fi Muttasil al-Asanid degan kitob Xatib al-Bag'dodiyninki. Mushaq kitob izni baqsaq bo'ladi. To'rtinchisi al-Muttarib. Ittaraba degan asl darabadan chiqarilgan, birisi-birisidan so'qashgan, zitlashgan, mazmuni moslashmagan degan ma'noda. Lug'at jihatda bu ittirobdan chiqqan ism fa'il bo'lib, ishlarningki buzilib ketishi, tuzilmasining fasad degani buzilib ketishi. Buning aslisi ittirobul mavjdan chiqqan dolqinning harakati ko'p bo'lib, birisi-birisiga so'qilib, urilib, u yoqdan bu yoqdan kelib, bir sinfdagi o'quvchilarning rattartibi buzilib ketib, bir saptiki adamning rattartibi buzilib ketib, qalayma-qalashib ketsa, buni ittirob deb qo'yamiz odatda. Bir odamning psixik, ruhiy holatida nima ish qilsam bo'ladi deb, hali uni o'ylab, hali buni o'ylab, toza bir xil kallasi joyida bo'lmay qolib qolsa, buni ittirob chekdi deb qo'yamiz. Odatda muttarif bir xil kallasi to'qinishi deb qo'yamiz. Bu shunga o'xshagan ma'noda, lug'at jihatda. Istiloh jihatda quvvat jihati o'xshagan xilma-xil yo'llovlar rivoyat qilinadiki, madis ma yo'ldan bir xil rivoyat qilindi, ma yo'ldan bir xil rivoyat qilindi, ma yo'ldan bir xil rivoyat qilindi. Bu uch isnod o'xshash, lekin o'zining mazmunida qarama-qarshilik bor. Buning ma'nosi desak, ma'mu o'xshash, ansul desak, avmu o'xshash. Bunday hol bo'lib qolsa, hadisni muttarib deb qo'yamiz. Bu ta'rifatning izohatiga kelsak, ya'ni shunday bir hadisga o'zaro birisi-birisidan zid, mutaarida, mutadafi'a deganimiz zid shakllar bilan rivoyat qilingan hadis bo'lib, shu darajada zidki, ularning o'tirisini maslashtirish asla mumkin emas. Bu hadis birisi-biriga maskan. Va shu rivoyatlarning hammasi yo'llarning hammasini quvvat jihati bab-barobarki kuchi o'xshash. Endi mantul desak, av o'xshash, antul desak, ma'mu o'xshash. Ya'ni ularning birini yana biriga tarjihat yo'llaridan bir yo'llar bilan
tarjih qilib bo'lmagan bo'lib qolsa, bu muttarib. Shu muttarib bu, bekam muttarib emas. İtirobning shakllanishning shartiga kelsak, muttaribning ta'rifatiga qarashni shu oshkor bo'ldiki, ta'rifat va izohatiga qarashni shu oydinlashdiki, hadisning itirob bo'lib atilishda cho'qim ikki shart amalga ossa andigan hadis muttarib bo'lib atiladi. Birinchisi, hadisning raviylarining muxtalif bo'lishiki, o'tirinjuqlash mumkin emas tarafida. Mazmunlar demakchi. Ikkinchisi, hadisning quvvat jihatiga rivoyatning barobar bo'lishligi, hadismi o'xshash kuch-quvvat jihati. Har birisi sahih, birisi hasan bo'lib qoladi, sahih tutamiz. Birining boshqa tarjihat yo'llaridan 90 nechta tarjihat yo'llaridan bir yo'llar bilan tarjih qilinib qolib qolsa, shuni tutamiz. Lekin tarjih qilishga amal yo'qmi? Amaliyotda bunday ahvollar intayin oz. Ammo rivoyatlarning biri-biriga tarjih qilinib qolsa, yoki o'tirini moslashtirish ma'nosini moslashtirib tushunish mumkin bo'lib qolsa, maqbul shaklda bu vaqtda itirob degan sifat hadisni yo'qoladigan mutarib emas vaqtda. Vaqtda rojih marjuh bo'ladi. Rojih nima? Marjuh. Yoki o'tirini moslashtirish mumkin bo'lib qolsa, ishkilisiga tam amal qilinadigan gap. U vaqtda itirob yo'q. Va tarjih holatida rojih rivoyatga amal qilamiz. Ikkisining o'tirini jug'lash mumkin bo'lgan holatda rivoyatlarning hammaga amal qilamiz u vaqtida. Demak, niyadagi masala zodi moslashtirish mumkin emas. Yoki tarjih qilishma ham mumkin emas. Bunday vaqtda ma'nosga amal qilsak, chekishib qarab turgan. Chunki darajasi o'xshash. Aniga amal qilsak, ma'noga zulm bo'ladi. Bunday holatdagi gap. Buning qismlariga kelsak, muttarib shuningdagi itirobning o'rniga qarab turib ikkiga bo'linadi. Birisi muttaribus sanad, ya'ni birisi muttaribul mat. Birisi sanatdagi muttarib, ya'ni birisi matndagi muttarib deb. Buning ko'pincha vaqtda sanatda itirobning tushishi ko'pincha bo'ladi. Masalan, sanatning muttarib bo'lganining misolini kelsak, Abu Bakr radhiyallohu anhuning bir hadisi bor, dedi: "Ya Rasululloh, araka shibt." Sizlarni yashnab qolganda ko'ryapman degan vaqt Rasululloh shayyabatni hudun va akhawatuha deya bir hadisni so'zlagan. Endi Daruqutni deyotdi, hadis muttarib. Nima ish qildi desa, bu hadis Abi Isaqning yo'ldan rivoyat qilgan. Bu hadis g'arib birinchidan. Va bu hadisda 10 yo'l bo'yicha ixtilof qilindiki, shularning ichidan buni mursal rivoyat qilganlar bor. Mursal degani Abu Bakrning so'zida. Bularning ichidan birisi mavsul rivoyat qilganlar borki, Rasulullohning so'zi sifatida. Bularning ichidan buni Abu Bakrning musnadning qatoridan qilganlar bor degani Masualni Abu Bakr so'roqliq bunda shaklda. Bularning ichidan birisi Sa'dning musnadini qilganlar borki, Sa'd Rasulullohdan so'gan shaklda. Yoki bularning ichidan buni Oysha radhiyallohu anhaning musnadiga Oysha radhiyallohu anha so'gan shaklda. Demak, hadis xilma-xil. Endi buni moslashtirish mumkin emas, chunki raviylarning hammasi siqat. Hammasi ishonchlik. Buni o'tirini tarjih qilish mumkin emas. Jug'lash taxmin mumkin emas, chunki Rasulullohning savolini cho'qim bir odam so'raydi. Andoganda ma'o sanatning mutarab bo'lgan. Matning mutarab bo'lganning misoli Tirmizi sharikdan Abi Hamzdan o Sha'bidan o Fatima ibn Qays radhiyallohu anhudan rivoyat qilib deydi. Su'ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam az-zakat faqal inna fil mal la haqqan siwa az-zakat dedi. Endi Ibn Majah mushu yo'ldan mandalabizdan keldi. Laysa fil mal haqqun siwa az-zakat. Oldingi hadisda laysi yo'q. Kinki mal hadisda laysi bor. Oldingi hadisning mazmunida malda zakatda boshqa bir haq bor degan bo'ladi. Kinki hadisda zakatda malda zakatda boshqa haq yo'q. Ikkisining mazmuni zidda, birisi haq bor, birisi haq yo'q degan gapda Iraqida o'tadi. Ma itrob ta'vilni ko'tarmaydigini buni amal qilib mazmunni maslahat to'g'lim bo'lmaydi. Tarjih qilib bo'lmaydi, maslahat to'g'lim ham bo'lmaydi. Ma mutarib demakchi. Ham itrob kimdan tushdi desa, itrob bir raviydin tushib qilish, ya'ni hadisni xilma-xil yo'llar bilan shu odamning o'zi bugun bir xil rivoyat qilib, atsi bir xil rivoyat qilib qolgan ahvollarmi bor. Ba'zi itrob bir jamoatga tushib mumkinki, ulardan har bir hadisni yana birining rivoyatiga qarshi o'xshash odamlar. Endi birisi Ahmad, Sabat, Mahmad hammasi qarama-qarshi aytilgan ahvollarmi bor. Hamda mutarib hadisning zaifligining sababi kelsak, mutarib hadisning zaifligining sababi chunki itrob raviylarining zabtisining bo'lmasligini bildirib qo'ydi. Shunga bulardagi sabab hadisning rad qilinishining sababi zabtun ta'nun fil isnad, ya'ni fil isnad. Ta'nun fil rawi, isnad debdimi? Ta'nun fil rawi, ya'ni ta'nun fil rawi bo'lib adolatli emas, balki zabtidagi masala. Bu haqda yozilgan danglik asarlar Al-Muqtarib fi Bayan al-Muttarib degan kitob Hafiz ibn Hajarning kitobi. 5-inchisi ya'ni muhalabatul thiqatdan chiqqan 5-tarmoq hadis musahhaf. Musahhaf degan ta'rifatga kelsak, lug'at jihatda tashhifdan chiqarilgan ism maf'ul bo'lib, xotirlashda, fi sahifa degani yezishda, xatolashish degan ma'noda sahafiy deb qo'yamiz. Hamma narsani kitoblar ustozning o'rgangan kitoblar bugungi odamni sahafiy deb qo'yamiz. U o'simo nima desa, shu kitobni o'qishda xatolashadigan
ba'zi alfozlar o'zgartiradigan o'qishga qator tupayli mundaq odam bo'ladi. Istiloh jihatda hadisdagi so'zni ishonchli kishilar rivoyat qilgan boshqa so'zlarga qanaqa o'tish, o'zgartirib o'tish, ya labziyat ya matn ma'ni jihatda o'zgartirib o'tishni musahhaf deymiz. Bu fanning ahamiyat va inchligiga kelsak, bu nihoyat ulug', inchki bir fan bo'lib, buning ahamiyati ba'zi raviylar uchib ketgan xatoliklarni bayqashda yoshirinadi. Shu yerda ifodalanadi. Faqat muhim ma xizmatninki yuklarini huffazlarning ichidagi huzzaq degani nihoyatlik o'tkir olimlar ustiga ola oladi. Bu bugungi kunimizda alhamdulillah bizning shu o'rganishdan boshqa vazifamiz yo'q. Musahhafning o'z vaqtida imlo to'g'rilishdan ilgari shu ulamolar ustiga elib to'g'rilab shuni hammani bitaraf qilib bugungi kunimizga kelgan vaqtda hamma kitoblar asosan kompyuterda masalan bosma ishlab ketdi emasmi? O'lchamlik besildigan zizorlik, amasi pashchiklik, chiklik o'g'achqa bizga nisbatan musahhaf ahvollari to'g'ri yodlay olsak ham yuz bermaydi. Bunun taqsimotiga kelsak, ulamolar musahhafni 3 taqsimotga bo'ladi. Har taqsimot ma'lum e'tiborlar bilan tunda taqsimotlarni ko'rib o'tamiz. Birinchisi tashhifning tushgan o'rni bilan musahhaf o'zining tushgan o'rnidan ikki qism bo'linadi. Birisi tashhif fil isnad deb qo'yamiz. Buning misoli oddiy o'g'achqa tirnoq so'zlayapman. Buning misoli Şu'bning hadisi Avvam ibn Murajimdan buni Ibn Ma'in xato xotirlab degan Avvam ibn Muzahim deb qo'ygan. Ma'o isnadning masalasi. Matndagi tashhif xato xotirlash kelsak, Zayd ibn Sabitning hadisi va payg'ambar alayhisalom masjidda ihtajara deydi-ku. Buni Ibn Lahi'a xato xotirlab ihtajama deb mana qo'ygan deydi. Ihtajara bilan ihtajamani o'tirdi farq bor. Ma'o o'rin e'tiboridan ikkiga bo'linishi tashhif fil isnad. Ikkinchisi tashhif fil matn. Ikkinchi taqsimot paydo bo'ladigan o'rin e'tibori bilan ikki qism bo'linadi ham. Birisi tashhif basar, tashhif nima? Basar, ya'ni tashhif sama. Basar degan ko'pincha yuz beradi, ya'ni xat fochorka. O'quvchininki ko'ziga elishib qoladi, ya xat nachar o'qganlik uchun, ya chikta o'qiganlik uchun. Masalan, man soma ramadona va atba'ahu 6 min shawwal deganni Abu Bakr as-Suli xato xotirlab, man soma ramazon va atba'ahu shay'an min shawwal deb 6 ni shay'an deb yozgan. Chunki shay'an bilan 6 shakl jihati o'xshash. Hamzasini, chikitlarini evatgan vaqtda o'xshash chiqib qoladi. Nimishqa shu bayatni degan sabablar bilan. Ikkinchisi tashhifus sam' deb qo'yamiz. Bu bir tashhifga buning paydo bo'lgan o'rni quloqning nacharligi yoki anglovchining yiroqligi shunga o'xshagan sabablar. Buning ba'zi so'zlar erishib qolgan, nimishqa o'xshash vazn bo'lib qolganligi uchun. Masalan, anglab boqayli. Asibni ahvolni rivoyat qilgan hadisda ba'zilar buni xotirlab Vasil ibn Ahdab, Asil ibn ahvalni Vasil ahdar deb mana xotirlab qo'ygan ahvollar bor. Ma'o paydo bo'lish e'tiboridan bo'lingan ikki taqsimot. Endi labzi ma'nisi e'tiboridan ham ikki qismga bo'linadi. Birinchisi labzdagi tashhif. Masalan, bu ko'pincha yuz beradi, yuqoridagilarning hammasi labzdagi tashhif. Ma'niga tashhif ravi musahhif bo'lgan, xato xotirlaydigan ravi so'zni o'z holati bo'yicha qo'yadi, lekin uningga asli maqsad qilinmagan shaklda tushunib qolgan, ma'nisini tushunib qolgan liqini dalolat qiladigan bir tafsirdan birini tafsir qilib qo'ydi. Hadisning mazmuni boshqa, lekin bu odam boshqa tushunib olgan. Bunun misali Abi Musa al-Anazining bir misali var. Biz shunda bir qavmga bizning sharifimiz var. Bizga Anaza qabilasidan Rasululloh biz tarafga qarab duo qilgan deb bunday qilgan. Bu nima demakchi desa, buning mutvanniga desa maqsad qilyapti. Payg'ambar alayhisalom Anazaga qarab namoz o'qidi deydi. Anaza degan bir neyz degan gap. Rasululloh aqiyat namoz o'qigan vaqtda oldiga neyzni tiklab qo'yib, neyziga qarab namoz o'qigan ahvollar bor. Ammo u Anazi qabilasidan bo'lganligi, ya'ni Anazini hasdab tushunmay, bizning qabil deb tushunib olib, Rasululloh bizga duo qilganda, bunda deganda, demak bu ham qilib qolganki, Rasululloh ularning qabilasiga duo qildi. Asli Anazi degan bir neyzi degan gapmi edi? Al-haraba degani neyza yoki hasidek bir tayoqni ko'rsatdi. Namoz o'qishning oldiga tikilib qo'ydigan. Bu xato tushunib qolgan. Ma'o tashhif ma'na bo'ladi. Tashhif ma'na. Endi Hafiz ibn Hajarning taqsimotiga kelsak, Hafiz ibn Hajar tashhifni yana bir taqsimot qiladi. Ikki qism bo'ladi bas. Birisi musahhaf, yana birisi muharraf deb. Musahhaf deganimiz o'zgartish harfning chikitlariga qarata bo'lgani. Xatning shakli qilib qilish bilan ma musahhaf bo'ladi deydi. Muharraf deganimiz o'zgartish harfning shakliga bo'ladi, xatning surt qilib qilish bilan deydi. Lekin qanday bo'lib kelsin, yuqoridagi taqsimot sal aniqroq hamda. Raviyadagi tashhif
ayıplanamdı dese təshib raviden nadir yüz berse bunun zaptısında tesir olmaydı. Çünkü hatalık təshibdən az təshibdən hiç kim xali olanmaydı, saklanmaydı. Ama köp bulup gidip kalsa bunun zaptısına tesir ediyordu ve onun zaptısının yengelliği dalalat kılıyordu. Bu vakitte ma hadis sahası kesbi adam bulmaya kalıyordu. Hadislerge sel tesir edidigan gap. Şunu bunu biz mevcut hadislerin qatarına kirgizip qoyaqlıq. Hem de ravininki köp tasavvuf çıkıp ketişinin sebebi galiba ama ravinin tasavvuf çıkıp ketişinin sebebi hadisni kitap ve qog'ozlarning qo'shoqlaridan elishtigini qadimgi zamonga qartilgan gap. Hem de bugungi vaqtda hadislarning hammasininki i'robi qo'yilgan bo'lg'achqa kitobni o'rgansam xato o'rganmaydi. Burungi zamonda bayatni biz degan sabablar tufayli zarari yo'q, chiqit yo'q. Hadisni shu kitobdan o'rgansa xato o'rganib qoladigan gapda. Ve o hadislerini şeyh müderrislerden anmaslık sebepini. Şunlaşık imamlar hadisini ahvalı bunda adamın eriştiğini agahlandırgan ki hadis sahafidin degan kitap haltısının hadiselenmaydı dedi. Yani hadislerini kitaptan adamdan hadiselenmaydı. Çoğum hadisin ustasını anlayan adamdan ünlüdügan gap deb manda askerki ahvallarım var. Bu haqda yazılgan dağınlık asarlar et-Teshib Daraqutni'ninki İslah Hata'l Muhaddisin Hattabi'ninki Teshifat el-Muhaddisin Abi Ahmed el-Askari'ninki 3 türlü kitabını bayan kıldı. Şu boyunca kurbansak buludu. Ondan keyin yani özümüzün asosiy maqsad gapiga kelsak, biz hadisning rad qilinish sababi cho'ng jihatdan ikki sabablik bo'ladi. Birisi ta'nun saqtu minal isnad, yana birisi ta'nun firrawi deb kelib, ta'nun firrawida ikkiga bo'lgan. Ta'nun fil adala, ta'nun fil dabt deb. Ta'nun fil adaladan 5 turlik sabab, ta'nun fil dabtdan 5 turlik sabab chiqib, mushu 10 turlik sababdan chiqqan hadislarni eng ig'ir darajasi bo'yicha so'zlab kelib, muhalafat fil thiqat qilib, muhalafat fil thiqatdan 5 turlik hadis chiqqan. Endi gapimiz kelayli, ya'ni ta'nun fil adalaninki 5-sababi el-jahala bir-ravi. El-jahala bir-ravi. Ravininki noma'lum bo'lib qilishi. Bunun ta'rifatiga kelsak, lug'at jihatda jahilaning masturi bo'lib, alimaning ziddi, ya'ni bildining ziddi bilmidi bo'ladi. Jahala bir ravi degani ravini tunmaslik, bilmaslikni ko'rsatadi, maqsad qiladi. Istiloh jihatda ravining aynisi bilinmaslik yoki ahvoli. Aynisi degani kim uqmaslik. Ahvoli degani uning mamtahun ekanligini uqsimi, lekin zodi bu qanday qadam buni uqmaslik. Bunun sabablari ravini bilmaslik sabab 3 xil bo'ladi. Birisi ravining sifatlari intayin ko'p. Bir qarası isim qo'llanayotgan, bir qarası kunyat qo'llanayotgan, bir qarası laqab qo'llanayotgan, bir qarası sifat qo'llanayotgan, bir qarası kasb qo'llanayotgan, bir qarası nisbat qo'llanayotganda shularning ichidan ma'lum birislar mashhur bo'ldi odam degan. Ibn Abbos o'zining kunyatlar mashhur bo'lgandek. Ondan keyin bu odam g'arazlardan bir g'araz, xuddi tadlisga o'xshash bir g'arazlar tufaylidan mashhur bo'lgan nomining g'ayran tilgan. Ibn Abbos desa boshqalar unga Abdullah desa mashhur, lekin misol uchun da'vatmango birisi bir ism bilan mashhur bo'ldi, uning kunyatini tilg'ab qo'ydi, ma'lum g'araz tufaylidan. Birisi bir kunyat bilan mashhur bo'ldi, ismini tilg'ab qo'ydi. Bunda bo'lib qolsa, fayazunnu shundan o'ylanib qoladi-ku, boshqa raviy o'xshaydi deb, dal buning ahvolini bilmaslik shu yerda yuz beradi. Bu bir sabab. Ikkinchisi, uning rivoyatining azrishiki hayotida ya 2 ya 3 ya 1 hadis rivoyat qilganda buningdan elish uning rivoyatining azog'alik sababini ko'p bo'lmaydi. Balkim uningdan faqat birla hadisni yoki birla odam rivoyat qilgan ahvollar va bunda bo'lgandan bu odamning ahvoli bahs qilinqsiz qiliqliq. Üçüncüsü ismini ochiq demaslikki, masalan qisqartish usulidan bir odam rivoyat qilib bergan deb odam deb qo'yishlar va ismini deb qo'ymaydi. Masalan ravi g'ayri musarrah shaklda atılıb qo'yadi. Bunda ravi g'ayri musarrah bo'lgan ravi mubaham deb atiladi. Demak, 3 xil sabab tufaylidan ravining ahvoli bizga nisbatan majhul bo'lib qoladi. Bunda ravi majhullikmi bu odamga nisbatan bir nima hisoblanadi, ayib hisoblanadi, majhul shaklda gap qilgan ravining hadislari elinmaydi. Misollari ravining sifatlarining ko'p bo'lganining misoli Muhammad ibn Sa'ib ibn Bishr al-Kulbi deb ravining birisi bor. Ba'zilar buni bo'g'izga nisbatan Muhammad ibn Bishr deydi. Ba'zilar uni Hammad ibn Sa'ib deydi. Ba'zilar uni kinoy qilib kinoyatini ishlatib Aban Nadr deydi. Ba'zilar uning Abbas Sa'id degan kinoyatini ishlatadi. Ba'zilar uni Abu Hisham bilan ishlatadi. Shuning bilan qarasa bir top odamdek o'ylanib qoladi, amaliyotda bir odam. Oyada qarasa Hammad ibn Sa'ib deb kelayotgan. Bir yerda qarasa Muhammad ibn Sa'ib deb, bir yerda qarasa Muhammad ibn Bishr deb. Bu bir misol. İkinci misol ravining rivoyatining azrishining misoli Abul Ushra ad-Darimi desa, tabiinlarning qatoridan buningdan shu Hammad ibn Sa'ibdan boshqa ham rivoyat qilib boqmagan. Bu bir misoli. Ismini tasrih qilmaganning misoli ravi akhbarani fulan, akhbarani shayx, akhbarani rajul deb qo'ydi, ismini tilg'anmaydi. Mana bu bularning misollari. Endi majhulni tunishtirish
Kelsak, majhul degan qanday odam desa, uning aynisi tutunulmagan bir odam majhul bo'ldi. Buning ma'nosi bu bir raviyki, buning ya o'zi tunulmaydi, hech kim o'qimaydi, ya shaxsiyati, xarakteri yoki shaxsiyati tunulsa-mu, lekin uning sifatidan bir narsa tunulmaydi-ku, bu odam taqvo odammi, laqvo odam o'qilmaydi. Endi demak, bu odamning adolati zabtidan hech narsa bilinmagan odam bizga nisbatan hadis babida majhul odam hisob. Buning samitaxun ekanligini o'qisaqmi, amitaxun ekanligini o'qisaqmi, lekin zabtisi qanday, taqvoligi qanday, hadislar bo'lamdi, bo'lmamdi, o'qilmasa bu odam yana majhul hisoblanadi. Majhulning turlari 3 turlik bo'lib, birisi majhulul ayn, ikkinchisi majhulul hol. Majhulul hal. Üçüncüsü mubaham deb 3 bölümümüz majhulning ahvolini. Yani majhulul ayn, majhulul hal, nima mubaham. Majhulul ayn degan nima o'zi ta'rifatiga kelsak, ismi tilg'alingan, lekin undan bir ravi rivoyat qilgan arandigini o'qimaymiz endi uning kimligini. Bunda adamning rivoyatini o'qimaga kelsak, qabul qilmaymiz, illaki boshqa jarh ta'dil ulamolar tomonidan tavfiqlansa, ham adam ishonchli deb baho berilsa, shu vaqt qabul qilinsa bo'ladi. Ammo qanday ishonchli deb baho beriladi unga desa, ikki ishlamdir. Birisi uningdan rivoyat qilgan hali qadamdan boshqa odam buni ishonchli deb baho beradi. Chunki rivoyat qilgan odamning o'zi shubhali ko'p qoladi u yerda. Ikkinchisi, shuningdan rivoyat qilgan odam ishonchlik deb baho beradi, lekin ashu rivoyat qilgan odam jarh ta'dil ahlidan bo'lsa bo'ladi. Odatdagidan muqas bo'lmaydi. Bu ikki shart bor. Am bunda odamning rivoyat qilgan hadisning ismi va desa, bu odamning hadisining xos ismi yo'q. Faqatdan bu odamning hadisi shu Zayd hadisining qatoridan shu Zayd deb ataymiz. Ikkinchisi majhulul hal. Buni mahsur deb atab qo'yamiz. Buning ta'rifatiga kelsak, ikkidan ko'p odam rivoyat qilgan, lekin lam yuwastaq degani boshqalar tomonidan ishonchli deb baho berilmagan. Bunday odamning rivoyatining hukmi ham rad qilinadi, jumhurning sahih ko'zqa. Bu odamning hadisining xos ismi yo'qmi desa, ya'ni bu odamning hadisining xos ismi yo'q, faqatdan bu odamning hadisi zaifning turlaridan qatorida. Bu ikkinchi turligi. Uchinchi turligi mubaham deganimiz nima? Mubahimni majhulning qasorini sinash mumkin. Gerçi hadis ulemalari buningga xos ismni birini ishlatib mubaham ismi, lekin buning amaliy ahvoli majhulning ahvoliga o'xshaydi. Ondan so'ng bu nima degan gap mubaham desa, mubaham deganimiz ismi hadisda oshkorlanmagan odam, bir rajul deb qo'ydik. Bir rajul. Bunda odamning rivoyatining hukmiga kelsak, qabul qilmaymiz, hattoki undan rivoyat qilgan ismini aniq deyilganga qadar yoki ismi boshqa yo'ldan o'zining ismidan oshkor kelib kelir. Masalan, ismini tilg'amidir, bir rajul rivoyat qildi dedi. Shu edi, seni boshqa yo'ldan rivoyat qildim, bu rajulning o'rnida bir odam ismini tilg'alandi, shu odam ishonchli bo'lib qolsa, unga ma'lum qabul qilsak bo'ladi. Yoki raviyning o'zi men halaqa rajul degan odam faloni deb dafasi bo'ladi. Endi buning rivoyatining rad qilinish sababi buning aynini o'qimaganlik. Chunki ismi mubaham qilingan odamning aynisi bizga nisbatan majhul bo'lib qoldi. Adolati majhul bo'lib qolishi minbab avladigini abayatlan majhul bo'lib qoldi. Unda o'ganda buning rivoyati ham qabul qilinmaydi. Agar bir savol tushsa, bir odam ta'dil lafzi bilan mubaham qilinsa, rivoyat qabul qilindigini bir odam deb rivoyat qilinmay, bir adil odamdan birisi rivoyat qilib, bir taqvo odamdan birisi, ya bir muhaddisdan bir so'zlab berdi deb bunda rivoyat qilinsa, qabul qilinadi desa, masalan, ravi u odam to'g'ri axbarani fiqa deb keltirsa desa, javob uning rivoyatini qabul qilmaydi sahih fikri bo'yicha. Chunki u uning qachda fiqa bo'lib qolishi mumkin, uning g'ayrining qachda fiqa bo'lmasligi mumkin. Bunda ehtimol bo'lganlik uchun chuqur oshkor bo'lishi kerak deydi. Ham bu odamning hadisining muxassis muammo desa, shunday bu odamning ismini muxassismi, bunda odamning hadisini mubaham hadis deymiz. Mubaham hadis degan nima desa, ismi oshkor qilinmagan ravi rivoyat qilgan hadis mubaham hadis deymiz. Bayquni zaman zumista va mubhamun ma fihi rawi lam yusamma deb mashirni o'qigan. Ya'ni mubaham hadis deganimiz shunday bir hadiski, buningda ravi lam yusamma degan ismi tilga ilinmagan ravi bor. Hamda shu asbabul jahala haqida yozilgan dangliq asarlar kasrat nu'atur rawi, ravining sifatlarining ko'p bo'lishi haqida Imom Xatib Mudih awham al-jam' va at-tafriq degan kitobni yozgan. Ya'ni ikkinchi jahalaning ikkinchi sababi ravining rivoyatining ozligi haqida yozilgan kitoblar nurg'un bo'lib, kutubul vuhdan deb qo'yamiz. Ya'ni bir odamdan boshqasi rivoyat qilmagan kishilarni o'ziga olgan kitoblar deb qo'yamiz. Ma kitobning qatoridan shu al-vuhdan Imom Muslimninki ravining ismini oshkor o'tirib qo'ymagan shakldagi majhul bo'lib qolgan kishilar haqida yozilgan kitoblar mubahamat deb qo'yamiz. Al-asma al-mubahama fil anba al-muhkama degan kitob Xatib al-Bag'dodiyninki. Al-mustafat min mubahamat al-matn wal isnad degan kitob Valiyeddin al-Araqiyninki. Shu bo'yicha izni baqsaq bo'ladi. Endi ta'nun fil rawininki, ta'nun fil adalatidagi oxirgi bir sabab bid'at, ya'ni rawininki bid'atchi bo'lishi. Buning ta'rifatiga qarasak, bid'at bada'atdan chiqqan masdar bo'lib, insha'a ibtada'a ma'nosida keladi, qomusda kelgan. Isloh jihatda din mukammallashib bo'lgandan keyin
bir yangi paydo bo'lgan ish yoki bo'lmasa Rasululloh dinkin yangi paydo qilingan xohish va boshqa ishlar hammasi bid'at hisoblanadi. Bunun türlüğü kelsak bid'at ikki turlik bo'lib, birisi bid'a mukaffira, ya'ni kafir qilguvchi bid'at bo'ladi. Ya'ni u bid'at sababli sahibi kafir qilinadigan. Ya'ni bu qanday bid'at desa, i'tiqoddagi bid'at, masalan, aqida sohasidagi bid'at, ya'ni kufrni taqozo qilgan ba'zi i'tiqod qilib qolganga o'xshash. Endi mu'tamad, mishadika sahih fikr nima desa, dindin ma'lum bo'lgan, dindin zaruratla ma'lum bo'lganligin dinning asosiy prinsiplari. Din bira mutawatir bir ishni inkor qilsa, masalan, namozni inkor qildi deyli bir odam, yoki hijobni inkor qildi deyli, yoki aksini e'tiqod qilib qolgan odamningki rivoyati keskin rad qilinadi. Bu bir bid'a mukaffira bo'ladi. Bid'a mufassiqa deganimiz shu sababli sahibi fosiqqa nisbatan bid'at. Ya'ni bu nima desa, uning bid'ati kofirlikni taqozo qilmaydi, ba'zi bir oddiy furuat amallarda yuz bergan bid'atlar bo'ladi. Endi buni bid'atchininki rivoyatni olib kelsak, bid'at mukaffira bo'lib qolsa, rivoyat rad qilinadi. Agar bid'at mufassiqa bo'lib qolsa, jumhurlar shuning ustidagi sahih fikr rivoyat ikki shart bilan qabul qilinadi. Birisi, shu odam o'zining bid'atiga chaqirdigan odam bo'lmasa, ikkinchisi, shu o'zining bid'atini rivojlantiradigan hadisni rivoyat qilmasa ham hadisi qabul qilinsa bo'ladi. Endi bid'atchining hadisining xassisi muammo desa, bid'atchining hadisining xassisi yo'q. Buning hadisimi shu mavjudning qatoridan xuddi bilan ko'rib o'tgandek, bu bayatni tilg'anilgan ikki shart bilan qabul qilinsa bo'ladi. Bu birisi. Eng oxirgi ta'nun fi rawilik eng oxirgi sabablardan birisi, ya'ni ta'nun fi zabtdagi bir sabab su'ul hifz, asl qobiliyatning nachar bo'lishi. Endi sayyul hifzning ta'rifatiga kelsak, asl qobiliyat nachar odamning ta'rifatiga kelsak, bu odamningki xatolik tarafidan kuchlilik tarafi kuchlanmagan va boshqalar bu odam tajribadan o'tkazish orqali, sinab baqish orqali bu odamning asl qobiliyatida bir ishlarni to'g'ri tutib olish bilan xato tutib olish tarafining tangfonligini solishtirib olsak, xatolik tarafi eshib ketgan odam ekan. Degan odam su'ul hifz bo'ladi, sayyul hifz. Bu ikki turli bo'ladi. Ya su'ul hifz bu odam bilan avvalo hayotidan paydo bo'ladi degani, tug'ilgandan tortib sayyul hifz bu odam. Va bu odamga butun holatlarda chaplashib turdigini, bu odam davomli qarshi sayyul hifz. Bu odamning hadisi shaz deb ataladi bir qism hadis ahlining fikri bo'yicha. İkincisi, ya bu odamning su'ul hifzi sirtdan tuyuqsiz kelib qolgan, ya yeshtin olganlik uchun, ya ko'zi ketib qolganlik uchun, ya ko'miz kitoblarining ko'ydirlab ketganligi uchun, ya bir voqea yo'qolib qoldi. Shundan keyin asl chiqib nacharlab ketdi. Bunda odamni muxtalat deb qo'yamiz. Buning hukmiga kelsak, avvalgisining hukmi su'ul hifz bilan o'sgan odamning rivoyati mavjud. Ina. Ikkinchisi muxtalatning hukmi, buning rivoyatida tafsili ayiramiz hamda buni mutlaq gap qotmaymiz. Ya'ni ixtilofdan ilgari so'zlagan hadislari. Shundami? Bunun ve onu inip ayırıp bunda. Ayırıp sözleyen, ayrılıp mesela ma hadisinde bu falan vaka yüz birinin ilgili sözlegen hep ayrılgan bolsa makbul. Ama ihtilatın kin yüz belgeleri merdut. Ama ayrılmagaları bu ihtilatın şu kallısın sayyul hifzi yüz birinin ilgili sözlüdü mü? Kallısı as kabiliyetin načarlaşıp ketiştin kin sözlüdü mü? Okulmagan bolsa bunun da ayrılganğa kadar hadisini qo'yib turamiz, rad qilmaymiz, qabul qilmaymiz, shubha qo'yib turamiz. Demak endi saboqdoshlar shuni bilan bizning darsimizningki mardud bisabab ta'nun fi rawi degan bab tugidi. Biz cho'ng jihatdan hadisning rad qilinishining sabab ikkida bo'lgan, birisi saqtu minal islam, birisi ta'nun fi rawi. Ta'nun fi rawini ikkiga bo'lgan, ta'nun fil adala, yana birisi ta'nun fil dabt. Ta'nun fil adaladan 5 turlik sabab chiqdi: al-kazib, at-tuhma bil-kazib, al-fisq, al-bid'a, jahalatul ayn. Jahala. Ta'nun fil dabtdan 5 turlik sabab chiqdi: fuhshul ghalat, su'ul hifz, al-ghafla, kathatul awham, muhalafatul thiqat. Ondan keyin muhalafatul thiqatni qancha turlik hadis chiqdi? 5 turlik hadis chiqdi: al-mudraj, al-maqlub, al-mazid fi muttasil asanid, al-muttarib, al-musahhab deb bugun su'ul hifzni tugatib al-mardud bisabab ta'nun fi rawi tugadi. Yani ikinci fasli shuni bilan tugadi. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda maqbul mardud bilan munosabati yo'q. Ya'ni maqbul hadislardan mutabiladigan, mardud hadislardan mutabiladigan hadisninki yana bir nuqtadan qilinadigan bir taqsimotlari bor. Shu taqsimotni so'zlaymiz. Bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.